Unidardagi tatliq yigitim. Qara Raziya, hamma xatolik mendan o'tibdi. Men bir erkish qilishga tegishli ishlarni qilolmabdiman. Buni sen menga to'nitib qo'yding, ham bildirib qo'yding. Meni kechirgin xotin. Endi har ikkimiz niyatimizdan yenib, uyimizni tutib qolayli. Men endi odam bo'laman. Bo'lamda tatliq xotin. Mushu bir qitim fursat beringlar menga. Menmo sizlar bilan ko'rim bo'lmay bek oshirib yetibdiman. Shunga sizlarning qilishinglar haqliq. Bu jahon o'tni jahon ekan. Birga qilsak, birdan cho'qim yanadi ekan. Men sirtda boshqa qizlarni xo'sh qilib yursam, uydagi ayolimni xo'sh qilib yuribdi. Mana bu o'tni dal joyida qaytibdi. Hem shunchalik bir haqiqatni bilib oldim xotin. Guna asli senda emasga, asli mendika. Er kishi o'z mas'uliyatimizni unutsak, o'rniga odam tayyor turadi ekan. Men bu haqiqatni kechikib his qilibman. Shunga o'tib ketgan ishlarni bo'ldi qilib etib, turmushimizni yangidan boshlasak ekan degan umiddaman. Abdusalom shundaq deb meni bag'riga bosdi. Men buquldab yig'lab ketdim. Abdusalomning bag'ri shunchalik illiq bilinib ketdiki, mendan baxtlik odam yo'qdek his tuyg'uda bo'lib qoldim. Bo'ldi jinim yo'ldishim, menimi kechirib etding. Asli men to'g'ri qilmadim. Lekin shu chaqchaqlashgandan sirt sizga yuz kelolmagudek hech qanday ish qilmadim. Bundan keyin bir-birimizni hurmat qilib o'tayli bo'lamdi. Bo'ladi xotin. Rahmat sana. Haras, av baliq telefon qilgan edim. Seni uynidardan yuyitadigan bo'lgan edi. Mumkin bo'lsa, buningdan keyin paranglashmagan bo'lsang. Urushib qolmagansiz, ha? Voy yaqay, sarang bo'lmasam men telefon qilsam oldi. Voy teshikmo. Men Raziyaning yo'ldoshi Abdusalom. Ayolim bilan paranglashib yuribsiz. Sizmi bir er kishi? Mening g'ururimni o'ylab baqdingizmi? Nima? G'urur? Bilsangiz, asli men sizning g'ururingizni qo'g'dab qoldim. Menga siz ochiqlanmasdan rahmat aytsangiz bo'ladi. Shunga siz g'urur-pururdan eg'izashmay, ayolingizga yaxshi er bo'ling. Bo'lmasa, yumshoq bosh er bo'lib qolasiz. Nima? Sen nim demoqchi? Eg'izingga beqib gap qila? Hey adash, to'li sallamay, gapimga quloq sol. Sen dehi kallangni silkimabsan-da. Men saygitib qo'yay. Anglang, hey nodon er. Men ayolingiz bilan telefonda paranglashdim. Asli men ayolingizga qayta nasihat qilgan edim. Biroq u bakla qattiq yig'lab ketdi. O'zining shunchalik bechora ekanligini, sizning uningga qilchilik kuyinmaydiganligingizni, sirtdan oshni tutib o'ynaganligingizni, o'zining bakla azoblanadiganligini deb bak yig'ladi. Ichim og'irdi, ham ansirab qoldim. Biz erlarning mas'uliyati bo'lsa, xotinni elib qo'yib, sirtda oshni o'ynash emas. Balki ayollar nimaga ehtiyojli bo'lsa, shuni tal qilishdan iboratdir. Qo'rsqini, kiyimini butun qilib basakli hisob emas. Xotinni uyda qo'yib, sirtda o'ynab yursak, xotin kishiningmi o'ziga tushli g'ururi bor. G'ururi dapsanda bo'lgandek his qilib, qalaymaqan ish qilib qo'yishi mumkin. Men ayolingizdagi o'zgarishlarni ko'rib, uningma yomon yo'lga kirib qolishidan ansirab qoldim. Shunga uning echirqab ketgan qalbini va hissiyotini telefon orqali kontrol qilib, sizning g'ururingizni qo'g'dab qelish edi. O'yladim. Asli men telefon qilib, sizga askartib qo'yishni o'yladim. Biroq sizni xato tushunib qolmasin deb uni qilmadim. Men shunday qilmagan bo'lsam, siz burun bir yumshoq bosh erga aylanib qolgan bo'lardingiz. Qalbi azor yegan ayol kishi ozmaydi degili bo'lmaydi. Men shunday kontrol qilmagan bo'lsam, ayolingiz bu joqqa ezib, xalqning qo'yinda yetib bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Bunaq bo'lsa-mu, xatolik ayolingiz emas, balki sizda.
Chunki shunday qilishga siz majbur qilgan bo'lasiz. Mana men mo'sh xatolikning oldini oldim. Yana menga rahmat demay ayiblamsiz? Bu men o bolaning gaplari menga bakli ta'sir qildi. Shuning bilan gapimni topolmay duduqlab turib qoldim. Birdam turib olgandan keyin meni kechiring. Men rostla bakchon xatolik o'tkazganimni his qildim. Mening g'ururimni qo'g'dab qolganingizdan xush bo'ldim. Rahmat sizga. Men asli ayolimni bak yaxshi ko'raman. Biroq ayol kishi degan uyda o'ltirsili bo'ldi, erkak degan sirtning odami o'ynasa nima bo'pti degan uqumni kallamga singdirib elib, cho'ng bir haqiqatni unutibdiman. Menga cho'ng yordam qildingiz. Ham cho'ng bir haqiqatni bildirib qo'ydingiz. Rahmat sizga. Men mushunchilikli deya olmayman. Mumkin bo'lsa, ayolimni undidaringizdan yuvatgan bo'lsangiz, menmo oilamni chiroyli tutib olsam. Ma'u gap bo'ldi. Men nimishqa yuvatmagidekman. Yuyibasam bo'ladi. Sizning ayolingizda mening haqqim yo'q. Meningmi orzuyim sizlarning oilanglarning buzilib ketmasligi. Shunga menmi xush bo'laman. Bundan keyin har bir qadamni o'ylab turib mening. Shundala xatolashmaysiz. Bu qitimki sizning xatoligingiz sizga berilgan bir sinoq. Shuningdan ibrat eling. Omaq farzandingizni tirik turg'izib yetim qilmang. Shundala yaxshi ham yaxshi dada bo'lalaysiz. Biz shunday paranglarni qilishib xo'shlashgan edik xotin. Shunga seni yuvatgan bo'lishi mumkin. Dedi Abdusalom. Ha bo'ladi. Biroq bir talabim bor. O bola bizning oilaga bek yaxshilik qildi. O bolada hech qanday gunoh yo'q. Shuni telefon qilib kechirim so'rab olay bo'lamdi. Bo'pti, shunda qilgin. Qarasam o bola rostla axloqi nachardek qilmaydi. Abdusalomdan ruxsatni elib elib, Alqamga telefon urdim. Vay, Alqam, tinchlikmi? Tinchlik, o'zingizchi, yaxshimi? Menmi tinchlik. Yo'ldoshim sizga telefon qilgan o'xshaydi. Sizdan baxijil bo'ldim. Sizga rahmat aytaman. Sizning tuhfangizdan oilam asliga qaytdi. Yo'q, uni deyman. Turmushingiz ko'ngilli bo'lsin. Men shuni deya olaman. Oxirda sizga deydiganim yo'ldoshingizni hurmatlang. Boshqalarga qilgan noz karishmalaringizni eringizga qiling. Uyda eringizga nima qilsangiz bo'laveradi. Chunki u degan sizning eringiz. Erkilsam qandoq bo'ladi deb o'ltirsangiz, yo'ldishingizga boshqalar erkilab sizdan tortib oladi. Yo'ldishingizning sirtga qarab qelishi sabab yo'ldishingizda emas, sabablik sizdami bor. Shunga o'z mas'uliyatingizni to'liq ado qilishingizni umid qilaman. Ma'qul, rahmat sizga. Sizga-mu baxt tilayman. Biz shundoq deyishib xo'shlashdik. Har bir ishni qilishdan burun qattiq o'ylanib ish qilish kerak ekanligini bildim. Men bu haqiqatni kechikib his qilgan edim. Telefonni qo'yib, xo'shlashib, xiyolga petib o'ltirib ketibdiman. Abdusalomning chaqirishi bilan cho'chib uningga qaradim. Mening shu bir qitim yot erlar bilan undidarda tatliq gaplarni deyishib paranglashganimni ko'rgan erim shunchalik o'zgardiki, faqatli gap ketmaydi. O'zi sirtda o'ynasa, ayoliningmi boshqalar ayab qo'ymaydiganligini. Shundoq bo'lganda bir yumshoq boshqa aylanib qoldig'ini his qilgan erim haqiqatan bekli o'zgargan edi. Mashinani bekli oz haydaydi. Uydan asosan sirtga chiqmaydi. Menga bekli kuyinatdi. Romantik tuyg'ularni his qildiratdi. Hozir men dunyodagi eng baxtli ayolga aylandim. Mening bu turmushimni o'z holatiga qaytarib akab bergan ashu undidordagi tatliq yigitimga ko'pdan ko'p rahmatlarni aytaman. Men Roziyaning yo'ldoshi Abdusalom. Jamiyatdagi erlarga shuni demoqchiman. Biz boshqalarga qilsak, bizga uningdan ish biyonadi ekan. G'ururim debsanda bo'lmasin desak, ayolingga, oilangga sodiq bo'l. Bu jahon o'tni jahon ekan.